Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. E'tibor beringlar. O'zingizni ham uyingizga shunaqa ser rasxod tunikadan yopamidingiz deb savollar tushyapti. Mana rasxodni ham ser rasxodi bo'lgan. 2014-yil yanvar oyida shahidlar bilan birga qilib yopganman. Hammasi qo'l mehnati, ana to'rtburchak rombiylar ham hammasi qo'lda bukilgan, o jalyuzilar qo'lda bukilgan. O paytda kichkina stanovlar yo'q edi. Qo'lda tayyorlangan hammasi. Birinchi qator, ikkinchi qatorga tushmaydi. Uchinchi qatoriga ham отдельный razmer tushadi. Hammasi отдельный razmer bo'lgan. Mana shunaqa o'zimizga ham ser rasxod qilamiz, o'rtoqlar. Mana bunisi mana yonboshi Prantoni. Onalar dimoxod mo'rilari. Mana rasxodni ham ser rasxodi. Qo'lda tayyorlangan. Shular hammasi jalyuzi, ustidagi qoppog'iga dovur, tagidagi karniziga dovur hammasi qo'lda tayyorlangan.